Assalomu alaykum aka, mana buni qarang, dachani zo'rligini. Yevro dacha mana high-tech stilda Chorvoda sotilyapti. To'rli. Shuni korzinkadan kirganda joyi ham вообще zo'r. Ikkita basseyn, letniy, zimniy basseynlari, saunalari, hamma narsasi bilan, obstanovkasi bilan, PlayStation, konditsioner, mebel, texnika, hamma narsasi bilan sotilyapti. Yangi dacha, yangi remontdan chiqdi. Mana bu ikkinchi etajda bitta katta xonasi bor. Bu joyga katta bitta kompyuter xona qursa bo'ladi. Tayyor biznes. Har kun arendaga qo'ysa bo'ladigan zimniy, letniy basseyn bor. Qishda ham bemalol qo'yaverasizlar. Bu ikkinchi etajdagi holi, mana bu detskisi. Ikkinchi etajda ikkita spalnisi bor, ikkinchi etajda, birinchi etajda взрослый spalnisi bor, ikkinchi etajda ham взрослый spalni o'zini sanuzli bilan birga. Mebel, texnika, hamma narsasi bor. Bir kun ham hali arendaga qo'yilmagan tayyor yangi dacha Chorvoda sotilyapti. Birinchi etajni ko'rsataman sizlarga. Birinchi etajda mana zimniy kuxnyasi, sanuzli bor. Hamma narsasi yangi, remontda hidi kelib turibdi. Birinchi etajning spalnisi mana. Bu katta mana hol, zal hisobda. Mana o'zining PlayStationlari bor, televizor, katta televizor qo'yilgan. Bu zimniy basseyn. Hali basseynga suv quyilmadi, yangi remontdan chiqqandan keyin hal qilinmadi. Bu saunasi. Bu saunasi, saunaga ham hali yangi sauna ham. Bu zimniy basseyn, hozir letniy basseynning hovlisini ko'rsatamiz, obzor qilamiz. Hovlisiga tushib oldik mana. Xo'p, bu katta basseyn. Letniy kuxnya. Mana tapchanlari. Mana o'tiradigan joylari. Mana bu video. High-tech dacha. Yangi remontdan chiqqan dacha sotilyapti. To'rsutu Chorvoda, anaqadan bochkadan kirgandan keyin korzinkaning oldida, yo'li bo'yiga uzoq emas. Tayyor biznes, arendaga ham topshirsa bo'ladi yoki bitta oilaviy yoki bitta olib qo'yib mazza qilib yashasa bo'ladi. Yozda polni kelsa bo'ladi. Shu dachamizning narxi 280 ming. Telefon nomeri qoldiraman, bemalol telefon aloqaga chiqaverasizlar.